Assalomu alaykum Latif Qo'qon. Qarshingizda haqiqiy ma'noda, chin ma'noda bugungi kunning zamonamizning qahramonlari ibrat qilib ko'rsatsa arzigudek Hasan va Husanlar. Subhanalloh, Hasan va Husanning taqdirlarini, videoroliklarni ko'rib millionlab qalblar larzaga kelgan edi. Yig'lagan edik. Haqiqatni ular bizga ko'rsatib Allohga qaytargan edi. Bugun ularni bir umrlik orzulari amalga oshadigan kun azizlar. Biz hammamiz birgalashib buni uddasidan chiqdik. Lekin undan oldin bizni qalbimizda bir his bor edi. Aybdorlik hissi. Mana shunday yetim, faqir, miskinlarning oldida qarzdorlik hissi bizni qiynardi. Bitta bizdami yo boshqa insonlarda hammi? Bu savol bilan biz Qo'qon shahrining dehqon bozoridagi aziz qadrdonlarimizga, opa-singil, aka-ukalarimizga murojaat qildik. Videoni ko'rsatib, so'ngra aytdik. Nima qalbingizdan kechyapti? Shuni qog'ozga yozib bering.